Assalomu alaykum, Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq arzonlashtirilgan yem markaziga yetib keldik. Xudo xolasa sizlarga cheklanmagan miqdorda yemlarning narxlarini, xudo xolasa yetkazib berish xizmatlari hamma yo'q ichida. Xudo xolasa narx-navolar bilan sizlar bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Mana Samarqanddan kunjaralar kelibdi, o'zini brendi ostida paxta shiroti degan qoplari bilan o'zlarining upak-ukasi bilan. Bobomurod, bular narxi qanaqa bo'lyapti endi? Bitta tanishtirib o'tamiz. Chetdan aka 4900 so'mdan buradan kilo beryapmiz. Samarqandga. Samarqandniki. Samarqandniki dastavkasi yo'q. Dastavkasi yo'q. 5000 ga yetib boradi. 5000 dan xudo xolasa cheklanmagan miqdorda furada deysizmi, Isuzu'da deysizmi, Labo'da deysizmi, hammasidan yetkazib beriladi. Xudo xolasa Samarqand kunjaralari. Bu tevadanglar qaysidan? O'zimiz Farg'ona mesnimi? Qop yetmagan ekan, prosta qopga qopyapti. Ag'i pomni. O'zini brendida zavoddan pryamoy kelyapti. Shular ham boshlanib qo'ydi. Xudo xolasa ulgurji narxlarda kimga kerak bo'lsa, xudo xolasa yetkazib berish xizmati bor. Mana qanaqa mashinalar istalgan narxlar. Endi o ikkinchisilar unlarmi? Farg'onadan birinchi sort. Necha puldan bo'lyapti? Farg'onadan birinchi sort 45 kiloning 180 ming chiqarib beryapmiz dastavkasi ichida. Ikkinchi sorti bor. 160 ming so'm beryapmiz. 50 kiloligini 200 ming so'mga beryapmiz. 200 ming so'mga. Mana o'zlarining qoplari, xudo xolasa narxlar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Cheklanmagan miqdorda O'zbekiston bo'yicha dastavka tekin. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Bu unlar ham xuddi shundan, ha? Kepaylarimiz qanaqa bo'lyapti? Kepayimiz narxlar oshdi. Narxlar oshib qoldi. 68 mingdan boshlab 75 minggacha kepay bor. 68 mingdan 75 minggacha. Ularimiz Toshkent bor, Qazaq bor, Samesniy Qazaq bor, Farg'onadan bor. Ularning hammasi bor. Hammasidan bor. Har xildan 5 xil, 6 xil un bor ekanda. Ularning turi hammasi bor. Hop, tuzlarimiz bor. Mana mol qo'y boqayotgan chorvador akalarga mana o'zlarining yemlari bor, granullar bor. Nimalardan so'lang? Hammasidan qilib tayyorlab beramiz. Sho'rxalamiz qanaqa bo'lyapti sho'rxalar? Hamza narxi Farg'ona zavod 3200 so'm, mini zavod 3400 so'm. Ikki xil sho'rxalar bor ekan. Xudo xolasa mana optim narxda sho'rxalarni yuklayapti, Laboga yuklashga tayyor qilib qo'yildi. Siluslar qanaqa bo'lyapti, Murod? Silus 14000 so'm donli. 14000 donli. Yangi yamamizni xudo xolasa ochamiz. Mana shu 1-2 kunda ochiladi. Dastavkasi qanaqa bo'lyapti siluslarning? Dastavkasi 70 ta yuklaymiz. Toshloq bo'ylab dastavkamiz bepul hozir. Toshloq tumani bo'ylab dastavka tekin 70 dona olganga, xudo xolasa Toshloq tumanidan 50 taga ham dastavka tekin qilaveraylik, 40 ta 50 taga. Xudo xolasa 40 ta 50 taga ham dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar, yem mahsulotlari optim narxlarda sotishga, tirikchilik qilish maqsadida kerak bo'lsa, akalar aloqaga chiqib, ekranga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa bizning manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qumariq arzonlashtirilgan yem markazidan bo'ladi. Bu taraf Zarkin jome masjididan tushib kelishdi, bu taraf Andijon Bo'z o'rmon xo'jaligidan kirib kelishdi. Mol tortadigan tarozilarimiz ham ishlayapti. Mol tortadigan tarozilarimiz ham bor ekan. Mana xuddi shu materialda borib, dastavkasi ichida tortib berib keladi. mollar baylanib turgan holatda o'shini turgan joyda tortib berilaveradi. Xudo xolasa mollarni joydan qimmatlasdan uni narxini necha pul tortib berish xizmati? Tuman bo'yicha 50 mingdan 120 mingga deb. molni soniga qarab o'zgaraveradi. Ko'proq bo'lsa arzonroq boradi. Bo'ldi. Xudo xolasa videomizga bitta like bosib qo'yamiz. Bu video keng tarqalishi uchun xudo xolasa sizlarga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, yem mahsulotini oqtarib yurgan tanishlarga, chorvador boqayotgan, chorva boqayotgan akalar, ukalarga hammasiga jo'natib, do'konchilarga Farg'onadonda yetkazib beramiz. Do'kon ishlab chiqarishga, Novoy akalarga, Novoyga ham do'kon xilibchilarimizga bor. bo'ldi. Xudo xolasa hammasidan bor ekan. Videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada keng tarqalish uchun yordam qilishlarini so'raymiz. Ekranga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.